Vallahi yo'q ko'rish. Buni ana qo'yaylik. Toshkent viloyatining Chinoz tumani hududida yo'l patrul xizmati xodimi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Xodim Cobalt mashinasini davlat raqamini yechib qo'ygan holda katta tezlikda boshqargani aytilmoqda. Oqibatda bir inson vafot etgan. Kun o'zining aniqlik kiritishicha, yo'l transport hodisasi 2025-yil 12-avgust kuni erta tongda sodir bo'lgan. Oilasi bilan Samarqandga sayohatga ketayotgan 39 yoshli Fayzulla Ubaydullayev boshqaruvidagi Gentra mashinasiga yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib ketgan Cobalt kelib urilgan. Buning oqibatida Fayzulla Ubaydullayev vafot etgan. Mashinada bo'lgan turmush o'rtog'i va farzandlari tan jarohat olgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Cobaltni yo'l patrul xizmati xodimi boshqarib kelayotgan bo'lgan. Xodim Davron Yo'ldoshev mashinani davlat raqamini yechib olgan holda katta tezlikda boshqargan. U o'z yo'nalishidagi mashinani noto'g'ri quvib o'tishi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va akamning mashinasiga kelib urilgan. So'ngra yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketgan, deydi marhumning ukasi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.